Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun uzoq davr davomida bo'lgan rezultatlarimizdan bittasini bo'lishmoqchimiz. Bemorimiz Qirg'iziston Respublikasidan kelgan. 24-yil avgust oyida bularda operatsiya o'tkazganmiz. 156 kilo bilan operatsiya bo'lganlar. Bularda bugun 74 kilo minus bo'lgan. Bemorimiz Jumaxon opa, qandaysiz? Yaxshimisiz? Sizni ko'rib biz xursand bo'ldik. Shuncha rezultat, ya'ni ves ko'p ketgan. Qayta tekshiruvlardan o'tkazdik, organizmdagi o'zgarishlarni ko'rdik va kerakli tavsiyalarni berib, yana javob ularga ruxsat beryapmiz. Jumaxon opa, o'zingizdagi bo'lgan taassurotlarni aytib bering. Nimadan qiynaldingiz? Nima taassurotlar o'tdi shu davr davomida? Assalomu alaykum obunachilar. Mana Allohga behisob shukrki, mana 20 oy davomida sizlar bilan yana bir marta shu efir orqali yuz ko'rishganimiz uchun Allohdan roziman. Men shu 24-yil avgustda kelganimda 156 kilo ves bilan kelganman. Oyoq qo'llarim ishigan holatda, davlenalarim baland bo'lgan, 10 metr ham yura olmadim. Endi bularni videolarini ko'rib, internetdan ko'rib, qizlarim tasvir qilgandan keldim. Allohga behisob shukrki, birinchi Alloh, qolaversa shu shifokorlarga katta rahmat. Operatsiyalar yaxshi o'tdi. Mana operatsiyadan keyingi shifokorlar nimaiki degan bo'lsa, hammasini qildim. 3 oy, 6 oyda keldim, 1 yilda keldim. Mana yana 1 yildan keyin kelib, mana hamma nazar topshirdim. Allohga shukr. Hamma joyim yaxshi. 74 kilo ves tashladim. Menda Xudoga shukr, hozirgi kunda yaxshiman. Bosh aylanishlarim yo'q, davlenalar 120. Hamma vitaminlarim yetishli. Agarda sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, qiylansanglar, qo'rqmasdan kelib Allohdan so'rab kelib, mana shularga kelsanglar, shularning yordami bilan qancha odamlar yaxshi bo'lyapti shularning qatorida, sizlar ham yaxshi bo'lib ketishlaringlarga men ham tilakdoshman. Hammanglarga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Hamisha boringlarga shukr. Hamisha yuzinglar yorug' bo'lib, shunaqa bizga o'xshagan kasallarni davolab yurishlarga Alloh nasib qilsin. Rahmat. Bemorimizni natijalari ancha yaxshi, xudo xolisa, yana kerakli tavsiyalarni yozib berib, ularga ruxsat beryapmiz. Agar kimdaki ham ortiqcha vazndan qiynalib, qo'rqib yurgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz albatta yordam beramiz. Rahmat.